Qancha bo'ldi Rossiyaga kelganingizga? 2-yil nasib bo'lsa hozir. 2 yildan beri. 5-6 oy bo'lib qoldi aka. 2-3 yildan beri kelgan 6 oy bo'ldi aka. Qancha topasiz oyiga sir bo'lmasa? 100-120 $1000 ga yaqin jo'natasiz. oyiga 150-200 minggacha harakat qilgan topadi. Rossiyani eng yoqmagan tarafi. Yo'qadi kanishdan aka. Qizsiz yashashdi. Militsiyalardan zaybal bo'lgan. Dokumentdan tekshirib, hozir oldirdi turibdi. Qor supurganim pus qolish. Eng yaxshi yoqqan tarafini ayting. Ishi yaxshi, zarplatasi vaqtida beradi, zadержкасы yo'q. Eng mazza qilgan Yandex. Ikkisida pul bor, короче. Oylik tushsa O'zbekistonga jo'natsak, shunisi yoqqan tomoni shu. Shu oyligingizni siz ham qayerdan jo'natyapsiz hozir? Arbuzdan, Hamma arbuz o'sha. Vot mana Medvedkova hududi arbuz ilovasi haqida bilib bo'pti. Shunday. Qolganlarga ham tavsiya qila olasizmi? Tavsiya qilaman, yaxshi. Ha, tavsiya qilamiz, yaxshi. 2 marta tavsiya qilaman aka. Hozir eng zo'ri arbuz. Ko'ryapsizlar, arbuzni butun Rossiya уже his qilyapti. Shuning uchun hoziroq siz ham arbuz ilovasidan foydalanish uchun profilim shapkasidagi havola orqali o'tinglar, arbuz ilovasini yuklab olinglar va pul yubormani amalga oshirgan paytingizda VIP promokodidan обязательно foydalaninglar. Arbuz ilovasi orqali yilning oxiriga yana bitta avtomashinani, ya'ni Onyx avtomashinasini yutib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi.